أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli o'zbekistonliklar. Mana biz bugun video qo'yganimizdan 2 kun o'tib keldik do'stimiz uyiga, Qosimjon uyiga. Mana Abbosbek kecha borib, Toshkentga borib gemodializ olib kelgan. Bu videoni olishdan maqsad bizga yig'ilgan pullarni o'sha obunachilarimizga, o'zbekistonliklarga ko'rsatmoqchimiz. O'rtoqlar, mana ikkita telefon, shu ochiq qolsin. Kartaga yig'ilgan pullar ko'rsatamiz. Mana bittasiga 5 million pul yig'ilgan. 5 million 83.851 so'm mana. Bu ayollarning kartasiga, mana ikkinchi kartaga o'rtoqlar 20 million pul yig'ilgan. 20 million 656 ming. 20 million 650 mana so'm pullar bor. 1 million, 2 million, bu yerda 1,5 million. 3,5 million i 200 dollar mana yani. 100 dollar bu yerda, mana ham 100 dollar, 200 dollar. O'rtoqlar, hammaga rahmat, pul tushyapti. Hurmatli obunachilar, o'zbekistonliklar, sizlardan iltimos qilamiz. Bu bizni ko'rib turgan har bir odam, kimda yaqinlari bo'lsa, kimda misol ehson qiladigan odamlari bo'lsa, mana shu videoni yetkazinglar. Mana muhtoj oila inshaalloh ehson qilsalaring, muhtoj oila joyiga yetib keladi. Agar kimda naqd pul bo'lsa, biz nomer qoldiramiz. Telefon qilsalaring, biz bergan ehsonlaringni odamga yetkazamiz. Mana Abbosbek operatsiyaga tayyor. Turkiyaga borib, srochniy operatsiya qildirish kerak. Lekin to'g'ri mablag'da muammo bo'lyapti. Mana pul yig'ilyapti. Mana 2,5 ming, 3 ming dollarga yaqin pul yig'ilib qoldi. Yana 22 ming, 22,5 ming dollar pul yig'ilishi kerak. Men ishonaman o'zbekistonliklarga, obunachilarga ishonaman. Bu 25 ming dollar pul O'zbekistoncha hech narsa emas. O'rtoqlar, hammada 5 ming, 3 ming qancha bo'lsa ehson qilaylik. Abbosbekni asrab qolaylik. Bunaqa problema har bitta oilada bo'lishi mumkin. Har bitta oilada bo'lishi mumkin. O'shaning uchun Alloh yo'lida ehson qilaylik, Abbosbek oyoqqa turg'izaylik. Bundan keyingi videolarimizda ham Turkiyaga borganini, inshaalloh Turkiyaga borgan operatsiya qilganini, operatsiyadan yaxshi chiqib, Abbosbek yashab zo'r oyoqqa turib ketganini video qilamiz. O'rtoqlar, birgalikda biz o'shani uddalaymiz, xudo xolasa. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.